Nonushta yoki tushlik uchun bir zumda tayyor bo'ladigan kam xarj va mazali kartoshkali kotletchalar tayyorlaymiz. 4-5 ta kartoshka va bir dona piyozni qirg'ichdan o'tkazdirib olamiz. Tuz va qora murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Bir dona tuxum va 3 osh qoshiq unni solib yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Tovaga o'simlik yog'ini quyib qizdirib, kartoshkali massani oshiqcha suvlarini oqizdirib olamiz. Bir osh qoshiqdan tovaga solib, yaxshilab tekislab olamiz. Qopqog'ini yopib, o'rta olovda qizartirib, dimlab pishirib olamiz. Olov baland bo'lib ketmasin, aks holda chetlari qizarib, o'rtasi yaxshi pishmay qolishi mumkin. Shuning uchun pastroq olovda pishiramiz. Ikkala tomonini ham qizartirib, yaxshilab pishirib olamiz. Va smetanalar bilan dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham mazali, mayin bo'lib chiqadi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Videoga bitta like bosib, yaqiningizga yuborib qo'ying. Yoqimli ishtaha.